Qadrli birodar, qadrli opa-singillar, ba'zan qalbda shunday bir ruhiy holat paydo bo'ladiki, rangi yo'q, shakli yo'q, vazni yo'q, lekin yurakni siqadi, jonni bezovta qiladi. Hech kimga aytib berolmaysiz, aytishga so'z topolmaysiz. Bunday holatda inson zudlik bilan ruhshunos psixologlar qabuliga borishi kerak. Lekin bizni O'rta Osiyo xalqlari, shu jumladan O'zbekiston xalqimiz ham bunday holatlarni boshqalarga aytishga uyaladi, oriyat qiladilar. Bunday depression garangliklarni sababi nimada bilasizmi? Agar bilishni xohlasangiz, izohlarda biz bilan bo'ling. Ma'qul bo'lsa, yaqinlaringizga ulashing.